Men 3-kurs talabasi, dasturiy ta'minot muhandisligi yo'nalishi o'quvchisi, talabasi Hayit Faxriddinman. Bugun Timurid jamoasi tomonidan, partiyasi tomonidan vakil bo'lib men chiqyapman. Bugun qanaqangi savollar bo'lsa, hammasiga men jamoa nomidan javob beraman. Va undan tashqari bugungi komandaning to'liq visionlarini, maqsadlarini hammasini men ko'rsatib aytib o'tib ketaman. Bu hozirda bizning nazdimizda student konsul qanaqangi ko'rinishi. Biz o'yladikki, klublarga juda ham ko'p e'tibor berilyaptiki, lekin student konsul va klublar o'rtasida qanaqadir uzvilik, bog'liqlik yo'qolib qoldi. Biz o'shani bog'lashga harakat qilyapmiz. Va juda ham ko'p savollar bo'ldiki, nimaga boshida 7 ta prezident edi, keyin 5 ta bo'ldi, keyin hozir 3 ta partiya qoldi. Biz turli komandalar Unity, Millat, Hogwarts bilan birgalikda o'yladikki, hammani motivatsiyasi nimada aslida? Siz rostdan ham prezident bo'lmoqchimisiz? Siz rostdan ham xohlayapsizmi shu prezidentga berilayotgan qanchadir moliyaviy rag'bat, 23 millionmi, 17 millionmi? O'shani biz bitta ideya keldiki, hamma xohlayapti har xil maqsad bilan bu yerga. Misol uchun Unitydan chiqayotgan prezident Burxon Rossiya ham xohladi social lifeni juda ham yaxshi qilishni. Undan tashqari millatdan chiqayotgan Saidmurod startup va fundinglarni kuchaytirishni Rossiya ham xohladi. Startup va fundinglarni kuchaytirishni yana ham xohladi. Men o'zim resurslarni va ularga resurslar qilib, qayerdadir o'zini stajirovkasini qiladigan bolalarga ko'proq urg'u berishni xohladim. Va biz o'yladikki, hech qanaqangi prezident lavozimi yoki uni beradigan puli biz uchun muhim emas. Mana shu maqsadlarni qilmoqchimiz. Va kelinglar birga bitta komanda qilaylik. Prezident kim bo'lib chiqishi, qaysi nom bilan chiqishi, qaysi Timurid bo'ladimi, logo bo'ladimi, qaysi prezident ismi turadimi, rasmi turadimi, bu muhim emas deb topdik va bugun biz chiqyapmiz. Endi shu 3 ta komanda yig'ildinglar, nima qilasizlar bizga? Nima maqsadlaring bor? O'sha narsani hozir biz ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda social engagement. Bu juda ham e'tibor berilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Student participation and recognition system. Biz birinchi kurs bo'lganimizda biz qanaqangi savollarimiz bo'lsa, bizning Telegram guruhimiz bor edi va unda mas'ul shaxs bor ediki, u savollarga javob berib turadigan. O'sha vaqt Academic Affairs'ga Islom Al-Hadariy qarorda, hozir Strategic Development'da yo'q, Accreditation and Qualification'da ishlayapti. U odam har bir savollarimizga qachon dars boshlanishi, nega darslar admin bo'lganligi, nega ertaga dars boshqa kunga ko'chirilganligi, nega ko'p darslar cancel bo'lib, istalgan vaqtga qo'yib qo'yilayotganligini tushuntirib o'tirardi. Biz ham xuddi o'sha narsani qilmoqchimiz. Boshqatdan Telegram. Sizlarga agar Telegram muhim bo'ladigan bo'lsa, nega Telegram guruhda biz talab qila olmaymizki, bizga murojaatni Telegramda javob bergin. Menga qulay o'sha narsa. Nega men email yozib bir kun seni kutib o'tirishim kerak degan narsani qo'ymoqchimiz. Undan tashqari, hozirda student konsul, hozirda demaylik, hozirda ishlayotgan ba'zi odamlar ko'pchilikni xohlashyaptiki, kelgan, iltimos, bizning eventimizga qatnashgin. Juda ham zo'r narsa bo'lyapti. Rostdan ham zo'r narsa bo'lyapti. Faqat bolalarni yig'a olmaydi. O'sha muammoga yechim bermoqchimizki, har bitta bola uchun recognition system qilmoqchimiz. Ya'ni har bitta bola qatnashyaptimi, u point oladi. Va point yig'ib oxirida unga kerak bo'ladigan bo'lsa, MacBook dars qilish uchun, planshet kerak bo'ladigan bo'lsa, yokida u qanaqadir fan aktivitelarni xohlasa, bunga kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, nega biz bera olmaymiz? Klublar uchun 300 million, 400 million pul ajratyapmiz. Bitta aktiv bo'lgan bolaga yokida juda ham ko'p bolalarni ruhlantirish uchun nega biz bitta MacBook yoki telefon yokida planshet sovg'a qilib bera olmaymiz? Shunda 400 millionlab klublarga ishlatganda. Klublar masalasiga yana qaytamiz. Undan tashqari sport vazirligi. Aynan bu yerda ko'k va oq ranglarda berilgan. Oq rang bu haqiqatan ham hozirda bo'layotgan ishlar. Buni davom ettirishimiz kerak degani. Ko'k rang biz o'zimiz yangilik qilib olib kirayotgan narsalarimiz. Ko'k rangda hozir prezidentimiz buyrug'i bilan e-sport 2026 O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirilgandi va sport vazirligida bunga juda ham katta tayyorgarlik bo'lyapti. Men o'zim o'sha yerda ishlayotganimda ko'rdimki, ular rostdan ham ularga resurs kerak. O'sha e-sport eventlarni, o'yinlarni boshqarib tura oladigan, ularga qarab tura oladigan yokida qanaqadir o'yinlar qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni tuzib beradigan odam kerak. Va men ishonamanki, shu yerda o'tirgan bolalar hammasi bu narsani qo'ldan keladi. Nega ularni olib kelib biz universitetda qildira olmaymiz yokida bizning bolalar qiziqishi bo'lsa o'shanda qatnashtira olmaymiz? Keyingisi, Ministry of Public Relations. Bu juda ham kattaroq e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Bu Choy Talks.
kimdir eshitganmi Choy Talks haqida? Menimcha ha, eshitgan. Lekin ular zo'r kontent qilgani bilan bir yilda ikkitagina podkast qilishga ulgurishyapti. Sababi nega? Nega ikkita? Chunki ularni 4-kurs, yo'q, hozir 3-kurs va vaqtlari juda ham kam. Qanaqadir eventlarga qatnashishyapti, nimalardir ishlar qilishyapti. Uni qo'shimcha yana qiziqishlari bor. U bilan buni birgalikda olib ketishga vaqti yetmayapti. Unga kuch kerak, yordam kerak. Xuddi o'shani nega biz PR bo'lib, mana Choy Talks'misan, kelib birga qilaylik. Mana shuni ko'proq PR qilaylik. Xuddi bizni eng mashhur podkastlar O'zbekistondagi eng qiziq joylarni kesib qo'yib PR qilishadi-ku. Nega biz MITda o'qib kelgan, MITda ishlab kelgan professorlarimiz shunaqa qilib gapirgin. Sen bizga dars beryapsanmi, rostdan ham ana o'qib bergin, o'sha narsani ko'rsatib bergin, aytib bergin deb ayta olmaymiz ularga. Xuddi o'sha narsani qildirmoqchimiz. Undan tashqari open courseware degan narsa. MITda bu bor. O'zi leksiyalarni yozib oladida YouTube'ga qo'yishadi. Bolalar bemalol u darslarni ko'rishadi. Plus ular vazifalarni bajaradigan bo'lsa va oxirida feesini to'laydigan bo'lsa, ular sertifikat olinadi MIT universitet tomonidan. Xuddi o'sha narsani biz universitetda qilmoqchimiz. Professorlarimiz leksiyalarni qo'yamiz. Qaysidir bola darsga kela olmay qoladigan bo'lsa, u ko'rishi mumkin, u nima bo'layotganini, nima bo'lganini. Final oldi misol uchun va plus qandaydir chetdan prezident maktabida o'qiyotgan bola prezident universitetida bo'ladigan darslarga qiziqib kursini tugatadigan bo'lsa, u qo'shimcha fee to'lashi kerak bo'ladi, qanchadir foiz sertifikatni olish uchun. Bu fee o'zimizning talabalar ichida qaysi bir ilova qilib beradi, qaysi birdir veb-sayt qilib beradigan bo'lsa, unga motivatsiya sifatida oylik qilib beriladi. Undan tashqari Ministry of Education bunda biz asosan researchlarga e'tibor bermoqchimiz. Nega universitetimiz research universitet bo'lib turib, biz hali ham research qilmayapmiz. Oramizda nechta odam research qilayotganini bitta oldi orqamizga qarasak ham o'zimiz sezamiz. 4-kurslar qilyapti, bu chunki ularda graduation proyekt bor. Va bu mustasno holatni ham aytishimiz kerak. Kimlardir o'zi xohlab professorga borib research paper o'zlari yozishyapti, lekin bu juda ham kam. Biz o'shani ko'paytirmoqchimiz. Endi ular researchlarni yozyapti, qilyapti. Qayerda publish qiladi? O'zimiz akademik jurnalni tashkil qilmoqchimiz. Bu akademik jurnalni ochgandan keyin uni ishlari bo'ladi, kimdir tekshirib chiqish kerak bo'ladi, quality'sini, uni publish qilish kerak bo'ladi, veb-sayt, platformalar tayyorlanish kerak bo'ladi. Yana o'sha teacher assistantga, o'sha shu ish bilan shug'ullanayotgan odamga, talabalarga, kimgadir qaysidir o'quv markazida o'qituvchi bo'lib ishlagandan ko'ra, bu akademik jurnalda akademik ishlarni tekshirib o'tirgan menimcha yaxshiroqdir. Bu xohishiga qarab va kimgadir motivatsiya bo'lardi yaxshigina. Bundan orqasidan keladigan pullar. Va alumni mentorship. Bu hozirda birinchi yil bitta kursni biz bitirtiryapmiz. Bu 4-kurslar u qaysidir universitetga bordi. Ularning orasida shunaqangi zo'r bolalar bor ediki, qaysidir bir katta kompaniyaga ishga kirgan. Undan tashqari Boston universiteti talabasi bo'lgan allaqachon. U keyingi yil bo'ladi, o'sha universitetda o'qiyotgan bo'ladi. Biz nega undan so'ra olmaymizki, mana sen o'qiyapsan, seni universitetingga qanaqangi talaba kerak ekanki, bizga yana funding berishadi ular deb so'ramoqchimiz. Va o'sha prosesni boshlamoqchimiz. Undan tashqari, startups and funding. Biz o'ylaymizki, startaplarda qatnashish juda ham qiyin, qanaqadir innovatsion g'oya kerak va juda ham uni tanish bilish bir nima bo'lib ketadi. Yo'q, aslida juda ham oson. Oddiy ideya bilan, juda ham oddiy ideya bilan bir qancha pullarni, narsalarni olib ketayotgan odamlar juda ham ko'p. Aslida oson. Mana startup hackathonga qatnashib ko'ringlar yaqinda. Xo'p. Reklama. Ministry of External Affairs. Bu yerda biz stajirovkalarni yo'lga qo'yishda yordam beramiz. Bunda nima bo'ladi? Bizning external affairsimiz kompaniyalarga boradi. Keyin, qara, senda shunaqangi ishlar bor, sen shuncha ishni qilyapsan. Bizda o'sha ishni qilib beraman, tajriba olaman degan bolalar bor. Keyin shularni ishlatib ko'ring kompaniyangda deymiz. Xuddi o'sha ishni external affairs qiladi. U bilan bir marta, 2 marta bolalarni yuborgandan keyin u bilan kollaboratsiya qilsak bo'ladi. Bu ishlarni doimiy ushlab qolishimiz uchun, doimiy davom ettirishimiz uchun sen bilan sponsorlik ishlarini boshlasak bo'ladi deb. Qanaqadir bola proyektini qilayotgan bo'lsa, eventini qilayotgan bo'lsa, nega biz uni fond qildira olmaymiz o'sha tashkilotga? Undan tashqari universitetlar bilan programmalar tashkil qilinadi. Masalan uchun Qozog'istonda Nazarboyev universitetining summer programmi bor. Bizning universitetda ham 3 ta yozgi programma bor. Akademik almashinuv bo'lyapti, lekin yozgi programmalarga almashinuv bo'lmayapti. Men juda ham bittasiga javobgar odam bo'ladigan bo'lsam, Qozog'istondan birorta bola meni programmamga qatnashmoqchi bo'lsa, men jon deb uni qabul qilardim. Xuddi shunaqa ularda ham kimdir bor, bu universitetdan, bu davlatdan kimdir kelib qatnashaman desa, jon deb turgan. Faqat ular bilan biz gaplashib ko'rishimiz kerak. Keyin mana shu ishni qilib ko'raylik deb.
Keyingisi finance. Bu finance bu officially ochilmagan, lekin biz gaplashishimiz bo'yicha bu administratsiya tomonidan ruxsat berilgan, qaysi prezident ochadigan bo'lsa bu narsani o'zi plani va o'zining strategiyasi bo'yicha bo'ladi. Finance bu barcha hujjatlarga qaraydi, o'sha kompaniyalar bilan o'rtasida bo'ladigan fundraising ishlarini olib boradi. Undan tashqari bir marta recap qilib o'tganmiz. Education bu resurslarga e'tibor berishyapti. External Affairs internshiplarga, Ministry of Finance fundraisingga, Ministry of Social Engagement participation systemga, Ministry of Public Relations open courseware va Ministry of Sport e-sportga katta qilinayotgan o'zgarishlar. Va rahmat kattakon, QR kodda bizning qo'shimcha nanovimiz bor. To'liq yozma ma'lumotlarimiz bor. Va logolarimiz ham ikki xil. Qora nega qora qizil degan savollar ham bo'ldi. Qora qizil bo'lishiga sabab biz kimgadir nisbatan urush xohlamoqchi emasmiz. Shunchaki ba'zi vaqtlarda final exam oldi biz bitta narsaga fokus qaratishimiz muhim kerak bo'lib qoladi. Final oldi bir hafta o'zi o'tirib tayyorlangan bola bemalol kattaroq, yuqoriroq balo olishi mumkin. Aynan o'sha vaqtlarda bu logoni ishlatishimiz mumkin yoki ko'kda partnershiplar qilinayotganda. Va bizni videomiz bor. Biz nega timimizni hali tanishtirmadik? Bu juda ham qisqagina. Nega timimizni tanishtirmadik? Bunda qisqagina tanishtirib o'tib ketilgan. Ovozsiz ekan. Balki qo'ymaganimiz yaxshiroqdir. Bizni Instagramga, Telegram kanaliga, Student Affairs kanaliga buni yubordik. Ko'rib olsangiz bo'ladi. Nega jamoangni tanishtirmading degan savolga. Rahmat kattakon hammaga. Jumhuriyat partiyasi va keyingi partiya vakillarini chaqiramiz. Keyingi partiyamiz bizda SSST, to'g'rimi? Marhamat. Qarsak rahmat. Bir. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ismim Sanjar Tohirov, 2-kurs talabasiman. Industrial Management yo'nalishida o'qiyman va SSST partiyasining hozirdagi prezidenti hisoblanaman. Hozirda o'zimning nomzodimni hozirgi prezidentlik kandidati sifatida qo'yganman. Xo'sh, ismini bilasizlar, lekin ism bu boshqarmaydi. Asosiy boshqaradigan narsalar bu bizning actionlarimiz hisoblanadi. Endi actionlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'zimni eksperiyensalarimni sizlar bilan ulashishni xohlayman. Birinchidan, yosh siyosatshunoslar inisiativida qatnashganman. Bu UzLiDi partiyasi tomonidan tashkil qilingan inisiativ hisoblanadi. Bu inisiativ tarkibida bir necha bor parlamentary sessionlarda qatnashganman va yopiq eshiklar ostida qanaqangi diskussionlar, muhokamalar, qanaqangi katta pressure ostida muhim qarorlar qabul qilinishini ko'rib bilib turganman. Va 2 yil davomida yotoqxonada 150 dan ortiq studentlarni boshqarib shu narsani tushundimki, leadership bu shunchaki title yoki authority emas. Balki u hech kim masalan xohishi bo'lmagan payt, hech kim masalan o'zida ishonch bo'lmagan payti yenglarini shimarib, mana shu qilinadigan ishni qilib, chiqariladigan qarorni chiqarib berish bo'ladi deb o'ylayman. Va 5 ta tilni bilishim bu shunchaki show uchun emas. Bu turli xil odamlarni, turli xil culturelarni bog'lashim uchun hisoblanadi. Men hozirda rus tilini, ingliz tilini, nemis tilini gapirishni bilaman, arab tilini o'rganyapman va o'zbek tili mening ona tilim hisoblanadi. Va sizlarning ba'zilaringizda shunaqangi narsa bo'lishi mumkin. Nimaga aynan SSST partiyasi? Nimaga aynan SSST buning nomi? G'alati emasmi? Buni xuddi shu narsani men juda ham ko'p joylarda eshitdim, juda ham ko'p savollar berishdi menga. Va men shu narsani aytmoqchimanki sizlarga, bu oddiy SSST partiyasi emas. Bu SSST movement, ya'ni harakati deb tanishtiraman. Nimaga? Chunki biz bu partiyani faqat va faqat studentlarni qo'llab-quvvatlash uchun tuzyapmiz. Boshqa narsasi yo'q. Shuning uchun ham bu partiyaning ya'ni uzunroq nomi Standing Strong for Students Tenacity, ya'ni talabalarning tenacity uchun turib beradigan jamoa, ya'ni partiya deb hisoblanadi. Bu partiyamizning asosiy maqsadlari bu
studentlarimizning social life'ini va dunyoqarashlarini kengaytirish. Turli xil, masalan, tanlov, ko'rik tanlovlarni faqatgina universitetimizning ichidagina bog'lanib qolmasdan, balki tashqarilarga ham yoyish. Masalan, boshqa institutlardan 50 talab, 100 talab odam kelsa, masalan, institutimizda, bizni institutimizdan ham qatnashaman deb xohish bildiradigan talabalarning soni ko'payadi. Xuddi shu narsalarni biz olib chiqmoqchimiz. Va ozmi ko'pmi tajribamdan kelib chiqib shu narsalarni ayta olamanki, universitetimizda bir nechta arealarda o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Birinchisidan tashqi connections, ya'ni outer connections of New U. Ikkinchisi esa social image of New Uzbekistan University. Uchinchisi esa student support structure. Va bularning har birini keyingi slaydlarimda sizlarga detalli tushuntirib beraman. Outer connections of New U. Nimaga biz buni tanladik? Chunki hozirgi globallashgan zamonda hech qanaqa connectionlarsiz, hech qanaqa tanish bilishlarsiz buni qaraganda hech qanaqa universitet ham, biznes ham umuman rivojlana olmaydi. Shuning uchun biz nimalarga e'tibor beramiz? Birinchidan, o'zimizning lokalniy universitetlarimiz, ya'ni GEDU yoki bo'lmasa Westminster degan universitetlar bor, bilasizlar. Mana shular bilan connectionlar hosil qilishimiz kerak. Nimaga degan savolda esa o'zimizni fameimizni, o'zimizni dunyoqarashimizni, o'quvchilarimizning experience-larini oshirish uchun deb ayta olaman. Chunki masalan tasavvur qilinglar, bitta event o'tkazyapmiz. Bu eventni faqat masalan o'zimizning universitetimizda o'tkazsak, 50 ta yoki 100 ta o'quvchi qatnashishi mumkin maksimum jihatdan. Shundaymi? Va bu sonlarni ko'paytirishimiz mumkin. Qanday qilib deganda, masalan, national holidays yoki bo'lmasa shunaqa sport eventlarini keng miqyosda o'tkazishimiz kerak. Bitta o'zimizning institut bilan emas, qaysi institut bilan connection hosil qilsak, ulardan o'zimizga tortishimiz kerak deb hisoblayman. Masalan, o'zimizdan 50 ta yoki har bir universitetda 50 tadan o'quvchi kelganda ham experience almashuv bo'ladi. Ular bizning o'quvchini tanishadi, bizning o'quvchilar ularning o'quvchilarini tanishadi. Va shunaqangi darajada outlook experience, ya'ni outlook exchange degan narsa bor. Mana shu narsani oshiramiz. Va lokalniy kompaniyalar bilan connectionlarni kuchaytirishimiz kerak. Nimaga? Chunki lokalniy kompaniyalar bilan qancha connectionimizni kuchaytirsak, shuncha ko'p sponsorshiplar olishimiz mumkin, shuncha ko'p job offerlar va internshiplarni olishimiz mumkin. Ikkinchi areyamiz social image deb ataladi. Nima uchun social image? Chunki birorta brand yoki birorta universitet yoki birorta industriyani ayta olmaysizlar, shtobe social image ga ega emas. Biz o'zimizni universitetimizni brendlashtirishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki odamlar endi faqat sifatli kontentga emas, brendlarga ergashishadi. Biz buni qanday qilamiz degan savolda esa turli xil kontentlarni YouTube, Instagram va Telegram tarmoqlariga joylash bilan deb ayta olaman. YouTube'da masalan turli xil intervyular yoki day in the life of degan vloglar bor, bilasizlar. Mana shunaqa vloglarni ko'paytirish orqali YouTube'dagi aktivimizni oshirsak bo'ladi. Instagramda esa turli xil ko'zda oladigan reelslar yoki bo'lmasa storylar yoki bo'lmasam pollar o'tkazish orqali o'zimizni audiensimizni fikrlarini bila olishimiz mumkin. Shunga qarab masalan kontent chiqarsak, masalan turli xil hashtaglar yoki trendlar asosida o'zimizni kunlik reelslarimizni chiqarib borsak, Instagramdagi masalan diapazonimizni ham oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozir Telegramda, masalan Telegramda ko'payib ketgan turli xil unofficial channellar, turli xil kanallar, unofficial hammasi. Bitta admin bilan yuritilmaydi, hech qanaqa anonsi yo'q. Va shuning uchun ham masalan bitta anondan kelsa, kanaldan masalan SMS yoki xabar kelsa, studentlar qaysi biriga qarashni bilmaydi. Shuning uchun ham ko'pincha bizning universitetimizning ovozi studentlarga yetib bormaydi deb o'ylayman. Biz bu narsaga qanaqa taklif bera olamiz? School based official channels, ya'ni har bitta kanalni ma'lum bir schoolga yo'naltirishimiz kerak. Masalan, management school bor bizda, shundaymi? Masalan, engineering school bor bizda, shundaymi? Masalan, o'shanaqa schoollarimiz uchun alohida Telegram kanallar ochib qo'yadigan bo'lsak, masalan, o'quvchilarga yetib borish diapazonimiz yanada kengayadi deb o'ylayman. Va uchinchisi student support structure. Aytishlaringiz mumkin, bizni studentlarimiz bo'sh, bizning studentlarimizda hech qanaqa idea yo'q, ular faqat pulni yoki bo'lmasa ishni bor kelsa bo'ldi, attendance uchun kelib ketadi bo'ldi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu narsa vobshe xato, bu narsa umuman xato. Chunki juda ham ko'p studentlarni bilaman, mana shu universitetimizning zallarida yoki hollarida brilliant ideyalar bor yoki bo'lmasa eshitilmagan, hech kim hal qilmagan hozirgacha problemalar bor. Ular prosta tak
eshitishga odam topisha olmaydi, qo'llab-quvvatlashga odam topisha olmaydi. Mana shu jihatlarni hisobga olgan holatda ham men aynan 3 ta yo'nalishda suggestion bera olaman student support structure'ga. Birinchidan biz online complaint board tuzamiz. Bu bordimizda universitetimizga a'zo bo'lgan, universitetimiz emaili bo'lgan har bitta o'quvchi o'zining talab va takliflarini yoki problemalarini post qila oladi. Ya'ni yozib oladi. U narsa anonymous qilamiz, чтобы studentning anosini daxlsizligini oshirish maqsadida. Biz unga administratorlarni bog'laymiz. Administratorlar uchun javob berish vaqti hisoblab qo'yamiz. Masalan, 1 soat mobaynida javob yozmadimi, u administrator ishlamayotgan bo'ladi. Va xuddi shunaqa har oyning oxiriga kelib, qancha problemalarni, qancha initiativlarni hal qilganimiz, qo'llab-quvvatlaganimiz haqida publicly presentation qilib beramiz. Shuni ayta olaman. Ikkinchisi Student Accelerator program deb ataladi. Bu program maqsadi nima desangiz, studentlarning mana shunaqangi public speaking, management yoki soft skilllarini oshirishga qaratilgan maxsus bitta loyiha hisoblanadi. Bu loyiha bizga Yangi O'zbekistonning officially diplomatlarini tayyorlab berish uchun kerak deb hisoblanadi. Nimaga deganingizda, biz hosil qilishimiz kerak bo'lgan connectionlar ko'p va biz saflashimiz kerak bo'lgan harakatlar vaqtimiz ko'p bo'ladi. Aynan mana shunaqangi dastur orqali biz ham studentlarning xohishlarini, ham o'zimizning foydalarimizni meet qila olamiz, ya'ni uchrashtira olamiz. Uchinchi sohamiz esa xuddi shunaqangi startup incubator deb nomlanadi. Bu oddiy startup incubator loyihasi emas yoki bo'lmasam oddiy bitta klub emas. Bu 100% funded, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga polni funded narsa beriladi. Bunaqangi funded narsa qayerdan tashkil qilinadi desangiz, mana shu topadigan sponsorshiplarimiz yoki bo'lmasa mana shu loyihaga qatnashadigan universitetlarning o'zi ajratgan mablag'lari hisobiga funded qilinadi. Xo'sh. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni sizlarga aytdik. Kelinglar, pre-election periodda bizning partiya tomonidan o'tkazilgan eventlarimizni va ularning bo'lgan studentlarga bo'lgan impactlarini gaplashib chiqamiz. Birinchi eventimiz bizda Ultimate Brand Challenge deb nomlanadi. Bu как будто zakovatga o'xshagan narsa. Zakovat emas. Zakovat emas. Bu eventimizga qatnashgan studentlar biladi, qanaqangi sovg'alar qo'yilgani, qanaqangi savollarning darajasi bo'lgani juda ham yaxshi. Bunga 50 dan ziyod o'quvchilar jalb qilindi va qatnashgan qariyb 95% o'quvchilar satisfaction yaxshi hosil qilishganini aytishdi. Va aynan bu eventimiz bizning partiyamizning education, creativity va researchga bo'lgan anularini qo'llab-quvvatlaydi. Albatta. Yo'q. Keyingisi FIFA 24 Championship deb nomlanadi. Buni dormitoriyada o'tkazdik, dormitoriya studentlari uchun. Bu eventimizda 50 dan ortiq student jalb qilindi. Bu oddiygina FIFA emas. Buni ichida masalan ko'pgina narsalar bo'ldi, mafiyaga shunga o'xshagan narsalar. Bu eventimizni nima uchun tashkil qildik degan savolga javob esa studentlarimizning dormitoriyada bo'lgan social hayotini yaxshilash uchun. Keyingi eventimiz e-sport kuni. Bu eventimizni nima uchun o'tkazdik? Chunki ko'pchilik talabalarning takliflariga binoan o'tkazdik bu narsani. Bunda qariyb 100 ga yaqin o'quvchilarni jalb qildik. Bu 4 ta areani qamrab oladi. Ko'rgan, qatnashganlar bo'ladi bunda ham. Keyingisi sport kuni. Bu sport kunini tashkillashtirdik va 4 ta areada bo'ldi bu narsa. Va 150 dan ortiq studentlarni qamrab oldik. Bu partiyamizning physical activity va nationalityga bo'lgan anosini support qiladi qisqasi. Keyingi qilmoqchi bo'lgan narsalarimiz seremoniya, ya'ni shu paytgacha bo'lgan eventlarimizda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan barcha jamoalarga, studentlarga o'zimizning shaxsiy seremoniyamizda как положено hammani oldida narsalarni topshiramiz. Va campus quest qildik kunni kecha. 90 dan ortiq student jalb qilindi, hammalari yaxshi kayfiyatda va Kings Liga futbol turnament qilamiz. Nasib bo'lsa, bunga ham 90 dan ortiq studentlar jalb qilinishi kutilyapti. Hammangiz uchun, hamma eshitgan narsalar uchun rahmat. Standing strong for students.
Hammaga assalomu alaykum. Shu yerda ko'rib turganimdan barchangizga xursandman. Bugun men Meros partiyasidan prezident sifatida o'zimni tanishtiraman. O'zim 2-kurs talabasiman. Hop, Meros partiyasiga kelsak. Zo'r. Bizda komanda уже tayyor. Hamma pozitsiyada o'z o'rniga layoqatli odamlar tanlangan. Prezident o'zim Asrorov Amirbek. Vitse-prezident Said Ahror. General sekretar Ziyoda, press-sekretar Masuma. Educationda Muhammad Ali, Social Engagement O'tkirbek, Sportda Abu Muslim, Externalda Islomjon, PRda Nur Muhammad, Finance'da Muhammadxon 3-kurs. Hop, biz o'tgan yili bergan va'dalardan qaysilarini qildik va qaysilari hali protsessda, ya'ni qilinmoqda. O'shalardan sport yo'nalishi bo'yicha jiu-jitsuda bizga klub ochildi. Interes past bo'lgani uchun hali zal tayyorlangan, interes past bo'lgani uchun uni rivojlantirish davom etilmoqda. Paintballdan ko'ra katta tennisga interes katta bo'lgani uchun bizga katta tennisni klubini ochildi va uni faoliyati davom etmoqda. Xo'p, social engagementda deyarli barcha berilgan va'dalar va rejalashtirilgan narsalar barchasi bajarilgan. External affairsda guest lectures, har xil sponsorshiplar va grantlar hammasi qilingan. Educationda daily quiz, official internships, mock programs, qilinmagan ishlar qilmoqda va berilgan va'dalar ustida ishlanmoqda emas. Hop, bizda shu yil davomida как sudun konsul qilingan ishlarni qisqacha ko'rinishida tushuntirib beraman. Biz memorandumga erishdik 8 universitet bilan. Bundan keyinchalik biz yana bu memorandumdan tashqari boshqa universitetlar bilan ham memorandum tuzamiz ham. Hop, bu memorandum asosida biz ko'p social events, sport activities o'tkazdik. Futbol o'tkazganmiz, triplega borganmiz, mountainsga va horse ridingga. Qolgan ma'lumotlarni prezentatsiya orqali detalli tanishib olsangiz bo'ladi. Bizda trips bo'yicha kamchiliklar bo'lmagan. Biz klub bilan birgalikda va o'zimizning administratsiya bilan birgalikda kelishgan holda ko'p triplar va vizitlar, tashriflar amalga oshirganmiz. Internal projectsda bizda social engagement ministrimiz 1-semestrda bo'lganlar, Shamsiddin Xo'ja. Bizda event board orqali har xil meropриятиялар, ya'ni har xil tadbirlar o'tkazilgan. Ularning ro'yxatini ko'rib olishingiz mumkin. External affairsda biz memorandum asnosida o'tkazilgan futbol haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bu futbolda bizda 6 ta universitet o'zaro futbol turniri o'tkazilgan. Bizning talabalarimiz 2-o'rin olishgan. Student parlament maksimal harakat qilindi. Uni ustida ishlashdi. Xo'p. Bu biz qilgan ishlar edi. Endi biz shu pre-election jarayonida qilgan ishlarimiz. Ya'ni bizda shu oxirgi haftada memorandum NAFCU, ya'ni karting federatsiyasi bilan birgalikda memorandum imzolandi. Va bu memorandum asosida biz har xil kartingga aloqador karting turlari ko'p ekan. O'shanga aloqador ko'proq eventlar o'tkazamiz. Bizda Domino's Pizza bilan hamkorlik kelishilgan va shu paytgacha biz 3 tadan ortiq tadbirlarga ular bilan hamkorlikda chegirmalar asosida ular bilan ishlayapmiz. The Bowler bilan gaplashildi va ular rozi bo'lishdi. Bizning talabalarimiz tadbirlariga, ya'ni bowling bo'ladigan bo'lsa,
kattaroq tadbirda 50% yoki 30% chegirma qilib beramiz deyishdi. Yaqinda bo'lib o'tdi Senat tripi, ko'p kishi maqtashdi. O'zim ham bo'ldim. Ya'ni u yerda biz kelishuvga erishdik, Female Community bilan birgalikda Lola Anvarov adashmasam, u kishi bilan birgalikda yoshlar parlamenti senat raisi ekanlar. U kishi bilan birgalikda bizning Female Community'mizni rivojlantiramiz. Xo'p, bizda kelajakka qo'yilgan rejalar va proyektlar bo'yicha qisqacha mazmunda aytib o'taman. Birinchidan International Chess Tournament. Bu bizda sentyabrda bo'lib o'tadi. Sentyabrda bu xalqaro universitetlar o'rtasida adashmasam 24 ta universitet, o'zimizdan adashmasam 10 tacha universitet qatnashadi. Xo'p, 24 ta universitet o'zaro o'zimizning talabalar o'rtasida bo'lib o'tadi. Xo'p, HPR bu Harvard asos olgan Alumni Network va Yoz Agency of Uzbekistan bilan birgalikda ishlaymiz. Ipoteka bank bilan aloqaga chiqildi va ularning sponsorship jarayoni boshlangan. Ular bilan aloqada bizi va yaqin orada ular bilan hamkorlikka erishamiz. Ya'ni Turkiy davlatlar tashkiloti bilan birgalikda Turkiy davlatlar tashkiloti asosida biz noyabr oyida aniq o'tkazamiz. Shu universitetlar o'zaro birlashib haftalik o'tkazamiz. Forum bo'ladi. Global Spark Italy. Bu tadbirga biz Ipak yo'li banki va Pima External Partnership aloqalarini o'rnatdik va bu tadbir bo'ladi. Yaqin orada rejalashtirganmiz. Sponsorship bo'yicha biz har xil banklar bilan gaplashyapmiz. Ulardan Основной Ipoteka bank va Ipak yo'li banki ularga aloqaga chiqilgan va ular bilan соглашение erishilmoqda. Coca-Cola bilan aloqaga chiqilgan, Nafufku bilan o'sha qilib bo'ldik. Promit aloqaga chiqilgan, Domino's qilib bo'ldik. Zbowler bilan aloqaga chiqilgan va u bilan yaqinda qilib bo'lamiz. Safiya bilan hamkorlikka erishamiz. Hammaga katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bular chiqadimi? Buni stolga qo'yish kerak endi. Faqat tartib saqlagan holda, o'ylamayki tartib saqlasak bo'ladi, odam ham kam. Qo'limizni ko'tarib savol beramiz. Savol berayotganda o'zingizni tanishtirasiz. Qaysi kurs o'qiysiz, qaysi yo'nalishda o'qiysiz, ism, familiya, qaysi guruh va nima savolingizni aniq qaysi partiyaga berayotganingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, partiya vakillari marhamat. Shunda birinchi bu tomondan boshlang. Men bu javobdan bitta berib uzatursin.
tushunarli bo'ldi. Hop. Bir chiqapmi? Xo'p, birinchisi mendan strategik plan so'raldi, undan keyingisi o'zi research haqida ham nima ekanligini aytib o'tishga. Strategik plan birinchi o'rinda biz xohlamoqchimizki, birinchi research o'zi nimaga kerak? Nimaga bizga foydali bo'ladi bu narsa? Bir research nimaga bizga kerak, nimaga foydali bo'ladi, o'shani birinchi tushuntirishga harakat qilmoqchimiz. Misol uchun yaqinda professor bilan gaplashganimizda shunaqa deyishdiki, GPA juda ham yomon bo'lgan bola, social life'da juda ham aktiv bo'lmagan bola o'zini researchini Star Conference da publish qilganligi uchun Stanfordga o'qishga qabul qilingan va bu mumkin. Bu gapni bir nechta professorimiz isbotlab berishi mumkin. Xuddi birinchi o'rinda motivatsiya, ikkinchi o'rinda bolalar research paper yozib boshlaganidan so'ng bir nechtasi yozadi va boshqa joyga topshirishga harakat qiladi. Bir nechta talab unga boshlangandan keyingina biz research jurnal tashkil qilishga harakat qilib boshlaymiz. Undan keyin jurnalga. Xo'p, biz jurnal qilganimizcha undan oldin nima qilsa bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Bizda Google Scholar bor, account ICCD account bor. Ularga kirib, ro'yxatdan o'tib topshirish mumkin. Undan tashqari universitetning o'zi research department, bu alohida bolalar uchun yoki professorlar uchun ular bilan shartnoma qilinadi va qanchadir kelishuvlar bo'lgandan keyin ular bizga akkauntlarga, masalan, pullik bo'lgan research paperlarni o'qishimizga imkoniyat yaratib beriladi. O'shalar steplar bo'lgandan keyin biz jurnalga harakat qilamiz. Chunki hech qanaqasi tajribasiz jurnalni boshlab qo'yib minusga kirib ketgandan birinchi motivatsiya nima ekanligini tushuntirish, undan keyin bolalarni o'zini yozdirib boshlab boshqa joyda publish qilish qanaqangi jarayon bo'ligini tushungandan keyin jurnalga o'tamiz. Keyin nimaligini so'radingiz? Ya'ni resurslar o'zi qanaqa bo'ladi, nima qilinadi degan ma'noda. Resurslarni biz ikki xil topshirishimiz mumkin. Bu qayerdadir muammo ko'rgan bo'lsangiz, o'sha muammoga yechim qidirasiz. O'sha yechim birorta joyda ko'rsatilmagan bo'lsa, siz uni research paper qilib yozsangiz bo'ladi va u research paperda ikki xil joyda submit qilsangiz bo'ladi. Birinchisi Star Conference, ya'ni konferensiyada mana shu ishni qildim, mana shu yangilikni deb. Bu darajasi bor, eng yuqori darajada Star Conference turadi. Keyingisi bu konferensiyalar, keyingisi jurnallarning ham reytingi bor. Q1, Q2 va shunday ketadi. Bu Q1, Q2 darajalarini bildiradi. Shu. Savolingiz uchun avvalambor rahmat. Xo'p, research bo'yicha savol berdingiz. Bizda 4-mayda aniq bo'ladi ilmiy konferensiya. Ilmiy konferensiyada muammolar yechiladi. Yana savol bormi? Bizda ilmiy konferensiyada barcha savollar va shunga o'xshash savollarga javob topasiz. Rahmat. Avvalambor rahmat savolingiz uchun. Savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi deb o'ylayman. Siz so'radingizki, nimaga startup inkubatorni aytdingizda, strukturasini aytmadingiz deb. Lekin e'tibor berib qaraganingizda, aynan e'tibor berib qaragan bo'lganingizda, eshitganingizda biz aytib o'tdikki, mana shu startapning fundingi polni lokal kompaniyalarning sponsorshiplari va ularga qatnashayotgan universitetlar tomonidan qoplanadi deb. Shundaymi? Nimaga bank tizimini aytmadingiz deganingizda esa, chunki allaqachon banklar bilan connection hosil qilib bo'lingan deb o'ylayman. Agar hosil qilinmagan bo'lsa, banklar bilan ham alohida connection hosil qilinadi nasib bo'lsa. Shuni aytmoqchi edim. Savolingiz uchun katta rahmat.
Bu safar SSS'dan boshlasak bo'lsa ekan. Savolingiz uchun katta rahmat. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Yana bir bor aytib o'tmoqchimanki, agar speechimni yaxshilab eshitgan bo'lganingizda, men bu narsani allaqachon aytganman. Yana bir bor qaytaraman, mayli. Do'stimiz so'rayaptilarki, mana shunaqangi connectionlarni hosil qilayotgansizlar, qanaqa qilib, qanaqa tarzda hosil qilasizlar deb aytdingiz, shundaymi? Tushunishim bo'yicha. Va men sizga aytdim, Student Accelerator programmamiz bor. Bu bizda studentlarimizni New Uzbekistan universitetining officially diplomatlari qilib tayyorlash degani. Mana shunaqangi narsani biz qilamiz. Chunki hozirgina aytdingiz, amaldagi partiyalar qilishga urinishyapti, lekin o'xshatishmayapti deb. Yoki kam hosil qilishyapti connection deb, shundaymi? Biz mana shunaqangi connection diapazonimizni kengaytirish maqsadida ham mana shunaqangi programma tashkil qilyapmiz. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, nega hozir aytyapsiz? Shu paytgacha ham bilmaganmisiz shunaqa qanaqa connectionlar qilinganini deb, shundaymi? Do'stim, yaxshi savol bo'ldi. Shu paytgacha ham hamma narsani bilib turganmiz. Qanaqangi qaysi kompaniyalar, masalan, hozirgi Meros partiyasini ham qilib yurgan connectionlarni, supportlari, sponsorshiplarini bilamiz. Aytmoqchi bo'lganim, bu do'stimiz aytgan banklar orasida Meros partiyasi qilgan connectionlar bo'lmasa, o'sha banklar orqali connection qilamiz deb aytdim. Tushunarli? Allaqachon qilingan connectionlarni bilamiz. O'sha connectionlarni ko'paytirmoqchimiz. Qisqacha. Tushunarli. Tushunarli. Qarang, qisqasi hozirgi aytgan gaplarim shunchaki fikr yoki loyiha bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin nasib qilsa student konsulni olsak, student konsul prezidentligi bo'lsak, bizni qo'limizda mana shu universitetning officially student konsul rahbari degan narsa bo'ladi bizda. Masalan, tasavvur qiling, birorta kompaniyani oldiga boryapsiz. Masalan, bratlar, masalan, to'poricha aytaman, uzr. Bratlar, masalan, bizni mana shunaqa eventlarimiz bor yil davomida yoki mana shunaqa national yoki sport tadbirlari qilmoqchimiz. Bu tadbirlarga estimate qilishimiz bo'yicha masalan 1000 ta yoki 2000 ta o'quvchi qatnashadi, общий hisoblaganda har bir tadbirni. Tasavvur qiling, ana shu tadbiringizda masalan produktingizni reklama qilsak yoki bo'lmasa qanaqadir skidka bersak, sizga masalan shuncha narsa bo'ladi, foyda bo'ladi. Masalan, u narsani ko'ndirsa bo'ladi demoqchiman. Tushunyapsizmi? Xo'p, kompaniyalar bilan connection deganda ular bilan sponsorlik ishlari va boshqa aloqalarda nazarda tutdingiz. Va tajribalar bormi? Bunda yaqinda Renesansda bo'linadigan ishlarni aytdingiz. Undan tashqari bu yoq aytdiki, bu yoqqa aytilganday menga strategik plan kerak dedingiz. Tajriba masalasida keladigan bo'lsak, men o'zim Hogwartsda birinchi kursdan boshlaganman, bu oromgoh. Va unda 250 ta bitiruvchi bor va 50 ta research programimiz bor.
Biz qachonki kompaniyaga borayotganimizda shunchaki kelib, kompaniyajon, iltimos bizga sponsorlik qilgin deya olmaymiz. Biz senga reklama beramiz deya olmaymiz, chunki biz qaysidir bloger emasmiz. Biz unga ma'lum bir natijamizni, o'zimizni birorta qilgan ishimiz bilan bilmay, ilm tomonidan qilgan ishimiz bilan borishimiz mumkin. Misol uchun Uztekstil bizga boshida sponsor hech qanaqangi anovsiz investitsiya qilishdi birinchi kemplarimizga. Va unda research qildikki, suv yo'nalishi bo'yicha. Tekstil kompaniyalarda nima bo'ladi? Doim suvni bitta kiyimimizni bo'yash uchun tonnalab suvni ifloslantiradi. Chunki uni bo'yab ustidan yuvishga harakat qiladi va shunchaki oqib yuboradi. Bu tabiatga juda ham minus. Biz o'shalarni ko'rsatdik. Bizni mentorimiz birinchi Amerikada, Dallasda, keyin Germaniyada xuddi shu suv yo'nalishi bo'yicha research qilib keldi. Bolalar bilan birga taqdim qildi va bu safar kempimiz uchun yaqinda ertaga e'lon qilinadi yoki erta yoki undan keyin e'lon qilinadi. Bu yil undan ham ko'proq sponsorlik bizga taklif qilyapti va boshqa narsa bilan chiqishdi. Bizda shunaqangi sizlarda zo'r nafaqat research qiladi, undan tashqari veb-sayt ham tayyorlashni bilasizlar dedi. Veb-saytni faqatgina dizaynga xohlashmayapti shunaqangi kompaniya. Boshqa narsalarga e'tibor berishni. Va yangi talablar bilan ular chiqishyapti bizga. Ular bizga yangi talablar bilan chiqishyapti, xuddi shunaqa. Birinchi biz boshlab oldik. Biz ham xuddi shunaqa. Birinchi birorta taklif, birorta muammoni topishga harakat qilamiz. O'sha muammo qaysi kompaniyaga tegishli ekan bo'lsa, tegishli bo'ladigan bo'lsa, o'shanga borib, mana buni qilgan, mana buni qilgan, mana shunaqangi yechimimiz bor, o'shani qilib ko'rgan. Senga o'xshayaptimi? O'sha yechim bo'ladi deb ko'ryapsanmi? Kel, bizda o'sha bolani mehnatini sponsorlik qilgin deymiz. Bitta narsani qancha vaqtda? 2000. Bo'ldi. Hop. Kechirasiz, savolingizni qisqacha mazmunda aytavering. Qisqacha mazmunda. Xo'p. Rahmat. Raqobat kuchli, to'g'ri. Biz 1 yil davomida talabalar bilan birga ishladik. Raqobatdan keyin bu raqobat, sog'lom raqobat. Bu partiya yutgandan keyin talabalarni bitta joyda jamlash bizning vazifamiz. Uni biz o'tgan yilda qildik. Bu yil ham qilamiz. Bu partiyalar degani bu talabalarning 3 ga yoki 5 ga bo'ldi degani emas. Agarda shunaqa bo'ladigan hol bo'lsa, biz social activities yoki social events orqali ularni birga jamlaymiz. Birgalikda ishlaymiz. Biz bular bilan taklif orqali ishlaganmiz oldin ham. Hogwarts masalan bizda klub bor edi. Ular bilan birga ishlab kelganmiz. Ularning proyektlarini biz ham qo'llab-quvvatlaganmiz. SSC partiyasiga kelsak, o'sha Qalqondan chiqyaptilar adashmasam. Unda Qalqonda ishlaganda, hozir ham faoliyatlarini yurityaptilar. O'sha bilan ham birga ishlaymiz. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol bo'ldi deb o'ylayman. Siz menga savol berdingizki, bizga savol berdingizki, sizga qarshi chiqqan studentlar, ya'ni qarshi sizni qo'llab-quvvatlamaydigan studentlarni qanday qilib jalb qilasiz degan savol berdingiz. Bilsangiz, SST partiyasi bu studentlarni qo'llab-quvvatlash uchun tuzilyapti va shu uzunroq ma'nosi ham studentlarni qo'llab-quvvatlaydigan partiya deb ataladi.
va bizning hozirgacha qilgan ishlarimiz ham, bundan keyin qiladigan ishlarimiz ham polni studentlarimizni qo'llab-quvvatlaydigan, studentlarimizni raytlari uchun, ularning futurelari uchun qayg'uradigan partiya deb hisoblanadi. Endi yana bir clarification kiritmoqchiman javobimga. Qarshi talabalar bo'lmaydi, bro. Qo'llab-quvvatlamaydigan talabalar bo'lmaydi. Shunchaki partiyaning mohiyatini tushunmagan talabalar bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli? Masalan, ular uchun bag'ishlanib qilinayotgan eventlarimizni, ular uchun bag'ishlanib tayyorlanayotgan inisiativlarimizni ko'rganlaridan keyin, mohiyatni tushunishgandan keyin o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ungacha lekin bo'lishi mumkin. Qo'llab-quvvatlamaydigan, boshqa. Rahmat. Bu rostdan ham muammo. Bundan oldingisi Unity partiyasidan chiqqan Nur Muhammad. Kampaniya davomida bir qancha ishlar qilishga harakat qilishdi va ba'zi eventlari juda ham yaxshi bo'ldi, ba'zilari yomon bo'lgandir. Kim qanaqa fikrda bilmadim. Va bu yil uni akademik, bu social hayotda bo'ladigan interaksionlari o'tkazadigan eventlari juda ham kam bo'lib ketdi. Bundan oldin birinchi yili Sentinels bu asosiy raqobatchi bo'lgandi va ularni jamoasi ham juda ham kamayib ketdi o'zlarini ko'rsatishlari. Ba'zilari universitetdan ketishdi ham. Bu rostdan ham muammo. Biz hech ham ayta olmaymizki, men prezident bo'ladigan bo'lsam, bu ikkita komanda yonimda turadi doim deb ayta olmayman. Lekin qachonki motivatsiya bu pul yokida moddiy qanaqadir narsa yokida qanaqadir prezident degan nom bo'ladigan bo'lsa, bu komanda to'xtab qolmaydi. Misol uchun men prezident bo'lmasam, Hogwarts komandamni chopib ketamanmi? Yo'q. Men prezident bu 4-kursda agar bitirib ketadigan bo'lsam, bilaman, umrbod universitetda o'qiy olmayman, lekin o'sha proyekt doimiy saqlanib qolishini xohlayman, kimdir davom ettirishini. Xuddi shunaqa, agarda bu o'sha odamning motivatsiyasi boshqa pul yoki biron narsa bo'lmasa, u odam o'zi davom ettiradi. Aynan student konsulning bir qismi bo'lmasa ham, klubning bir qismi bo'lib davom ettiradi. Javobim shu. Xo'p. Birinchisi Telegram, men o'sha narsa klub, o'sha botni qilganman, lekin bu unga talab juda ham yetarlicha bo'lmadi degan ma'noda tushundim. Siz qanaqa qilib buni 1 yil ichida rivojlantirmoqchisiz deb. Aha. Xo'p. Sovg'asini qachon olishadimi? Xo'p. Bundan oldin bu ideya rostini aytaman va bundan oldin ham aytganim. Bu ideya meniki emas. Murod aka buni boshlagan, xuddi o'sha narsani. Bu Google formada qilingan va tashkil va eventlarni kim tashkillashtirilgan bo'lsa, o'shanga ball qo'yib ketilardi. Muammo shunday ediki, Murodbek aka hamma over taskni o'ziga oldi. Juda ham ko'p tasklarni va uni menejmenti ham o'zida bo'lib qoldi. O'sha payt nega student konsul o'shani men qilaman, menga ishon, men o'zim qila olaman deb chiqsa bo'ladi va uni ayblash niyatimiz ham yo'q, chunki ishonchni Murodbek akaga berishgandi va o'zi qilmoqchi bo'ldi o'sha narsani. Va buni biz o'z bo'ynimizga olmoqchimiz o'sha narsani qilishni. Sovg'a masalasi, xo'p, bizda klublar bor, bir nechta va o'ylab ko'ring, juda zo'r aktiv ishlayotgan klub bor. U yetarlicha qanchadir pul oladi, lekin uni ovoz berishga kelganda social klublar soni 100 ta. Hammasiga bittadan ovoz berib chiqilganda, o'sha pul 100 ga bo'linib ketadimi? O'shanda ortiqcha eventlarni kamaytirib, undan ortgan pulni yokida to'g'ri menejmentdan ortgan pulni ularga to'g'ri yo'naltirsak bo'ladi. 400 milliondan nima 10 million orttirish qiyinmi? Yo, to'g'ri menejment qilinadigan bo'lsa. Va men hozir yana aytaman, hech kimni noto'g'ri menejment qilyapti demoqchi emasman. Men yangi strategiya aytyapman. Mana shunaqa qilish kerak. Qaysidir eventlar, qaysidir klublar bor, hali birorta event qilgani yo'q, lekin hisobida qanchadir pul bor. 5 million, 6 millionlab. Va bu bitta klub emas, ikkita klub emas, bir nechta.
Assalomu alaykum. Ismim Ozbekbek. Hozir beradigan savolni san'atni o'rganish bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri so'zlayman. Har bir so'zni mukammal hisobda. Mantiq tushunmovchilik savollar bor. Savol berish davomida bir narsa haqida bo'lishi kerak. O'zimni qo'ymayman. Uzun so'zlayman. Hop, Singapur partiyasida prezident bosh insonmi yoki qaysi bir prezident so'ramoqchiman. Çünkü aslında böyle savunma prezidentleri şu Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Saidal Otaboyev. Economics and Data Science bo'yicha o'qiyman mejorim. 2-yil studentman. Demak, savolim ekonomikaga taalluqli. Demak, biz kelishimizdan oldin adashmasam yotoqxonaga to'lanadigan to'lov 400 ming so'mdan kam bo'lgan. Biz kelgan paytimiz 500 ming so'm qilib qo'yildi. Lekin bu yil adashmasam hozir 640 ming so'm. Demak, mana shunaqa narxlar o'zib ketishiga qanday chora ko'rdingizlar va ko'rmoqchisizlar? Keyin ikkinchi urg'u bermoqchi bo'lgan joyim yotoqxonada joylar yetishmovchiligi. Yotoqxonaga joylar kam bo'lganligi uchun o'zim juda ko'pchilik studentni bilaman. Bir kunda kelish uchun 2 soat oldin chiqadi dars boshlanishidan. 2 soat kelishga, 2 soat ketishga 4 soat sarflaydi. Bir kunda shunchalik vaqt masalan bekorga ketib turibdi. Mana shunaqa problemalarni oldini olishinglar uchun shu paytgacha nima qildinglar va nima qilmoqchisizlar? Savolim uchala partiyada. Rahmat.
Ikkinchi